Volkswagen O'zbekistonda showroom ochildi. Endi narxi tushadi deb o'ylaysizmi aka mashinalar? Birinchidan Volkswagen, okey? Aha. F deb o'qiladi. Bu narodniy avtomobil deganida. Endi bilmadim, tushsa yaxshi, demak menimcha tushmasa kerak. Nima desangiz, o'zi Volkswagen Xitoyda bardosh bera olmadi-da, anaqasi konkurensiyani. Xitoyga производительlari bilan, Xitoy ishlab chiqaruvchilari bilan o'tdi, bardosh bera olmadi. Hozir mana ID.9 degan mashina ham chiqardi. Imенно shu Li, Denza N9 ga o'xshaganlarni chiqardi. Konkurensiya qilish uchun. O'zini bozorida ham mana 2 ta 3 ta zavod yopildi. Volkswagenni. Men o'zi anaqani xohlayman-da, tezroq VTO ga kirib olishimiz kerak. O'zi VTO ga kiradigan bo'lsa, davlatimiz tomonidan o'sha sekin-sekin qadamlar bo'lyapti. Ochiladigan bo'lsa, ochilgandan keyin hamma narxlar tushadi, lekin endi tasavvur qiling, BYDniki undan ham tushadi, undan ham kattaroq tushadi. Yutadi BYD, по-любому. Bu normal holat. Ochib, granitsani ochib beradigan bo'lsangiz, BYD o'zi arzon mashina. Arzon bo'lib qoladi.